Qari qizning tikanli mevalari mashhur lipuchka, velcro, yelimli yopishqoq bog'ich ixtirosiga ilhom berganini bilarmidingiz? Bugun sizga tabiatning chinakam mo'jizasi, ana shu qari qiz o'simligi haqida aytib o'tamiz. Ruslar uni lapuh yoki ripeynik ham deb atashadi. O'zimizda uni cho'tirot yoki tikanak ham deyiladi. Lotinchadagi ilmiy nomi arctium. Yaponiyada qari qiz gobo deya ataladi. Yaponlarda uning yosh barglari va ildizlari ovqatlarda ishlatiladi. Bu o'simlik qadimdan xalq tabobatida keng ishlatib kelinadi. Uning ildizi, bargi va urug'i hammasi shifo manbaidir. Ayniqsa qari qizning ildizi quyidagi foydali moddalar bilan boy. Inulin, ya'ni insulin o'rnini bosuvchi tabiiy probiotik. Efir moylari, organik kislotalar, tanin moddalar, E, B1, B2 vitaminlari, temir, marganец, rux kabi mikroelementlar. Qari qizning eng asosiy foydalari qon tozalovchi, jigar va buyrak faoliyatini yaxshilovchi, terini tozalovchi, husnbuzar va toshmalarni kamaytiruvchi, soch to'kilishini to'xtatuvchi va o'sishini rag'batlantiruvchi, qandli diabetda qondagi shakar miqdorini tushiruvchi, immunitetni mustahkamlovchi xususiyatlarga ega. Qari qiz ildizidan tayyorlangan damlama ichimlik sifatida ichiladi. Qari qiz moyi esa bosh terisiga surtib ishlatiladi. Qari qiz haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingiz. Agar sizga bu o'simlikdan tayyorlanuvchi damlamalar retsepti qiziq bo'lsa, izohlarda qiziq so'zini yozib qoldiring va biz siz uchun alohida kontent tayyorlaymiz. Qarshi ko'rsatmalarni mana shu videoda aytib o'tamiz. Kontentni o'zingizga saqlab oling. Ogoh bo'ling, qari qiz homilador va emizikli ayollar uchun tavsiya etilmaydi. Yana qon bosimi past, ya'ni gipotoniklar ehtiyotkorlik bilan ishlatishlari lozim. Undan tashqari aynan shu o'simlikka reaksiyasi borlar ham shifokor bilan maslahat qilib ishlatishlari mumkin. Qari qiz mo'jizakor, tabiiy shifo manbaidir. Uni to'g'ri va me'yorda qo'llash muhim. Sog'lom hayot sari qadamingiz mustahkam bo'lsin. Boshqa dorivor o'simliklar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatib boring. Mehnatimizga like bosib, yaqinlarga ulashishni unutmang. Maslahatlarimiz tanangizga quvvat, ibodatlaringizga shifo bo'lsin. Bizni sababchi qilsin.